Bugun 10-may 2025-yil. O'tgan hafta sindirib chiqqan bulg'or qalampirlarimiz ancha yashnab qoldi. Juda hammasini endi to'liq kal qilib tashlamovdik, sababi yangi chiqarilgan nishlari, shoxlari borlarini tiymovdik, sog'lom joylarni. Shu ma'noda ozgina ola-kula bo'lib turibdi. Lekin rostmana sindirganlarimiz ko'klab qolgan. Mana bular eng oxirda qolib ketganlari, sekinroq rivojlanayotganlari, biroq bular ham harakatda. Bu ham xuddi shunday orqaroqda qolgan. Mana bular yaxshi. Mana holati hammasi yaxshi. Ekin qaytadan ko'klayapti va tez ko'klayapti. Chunki ortiqcha shoxlar sindirilib, barglar, kasal barglar yulib tashalgandan keyin ekin to'liq kuchini yangi barglarga, yangi shoxlarga qaratayotganligi menimcha ishni tezlashtiryapti. Biroq bu bizning muammomizni yecha olmayapti. Chunki tozalashlarimizga qaramasdan mana mog'or tepaga, yangi barglarga qarab sekin o'tib ketyapti. Mana qarang, mana bu pastdan ketyapti-da, mana bu undan ham yangiroq barg. Orqasini ko'ring. Mog'ori bor buni. Bu juda yomon ekan. Men o'yladim, bargini olgandan keyin havo aylanishi yaxshi bo'ladi. Shuni o'ziga ham hali kasallik to'xtasa kerak deb o'yladim. Yo'q, to'xtamayapti. Mana bu yerda ham mana qarang, mog'or bo'lib yotganini. Qiziq tarafi qarang, tagida sho'ra o'syapti-da, lekin bironta shunaqa mog'ori yo'q. Bunga umuman ta'sir qilmagan, tagida o'sayotgan. Bitta yo'q. Bulg'or qalampirlarimizdan esa qutula olmayapmiz, mog'orlaridan. Qanday hali kuchli dorilar ham ishlatdik, baribir mog'orni to'xtatib bo'lmayapti. Hatto ana qo'rqinchli hisoblangan, boshida biz virus deb o'ylagan o'rgamchak kana masalasi ham menimcha hal bo'ldi. Barglar ochilib qolgan. Biroq mog'or to'xtamayapti. Yana ham kuzatamiz, bir tasodifiy, istisnoli holat bo'lib, Xudo rahmi kelib bu mog'or to'xtab qolmasa, shoxini sindirganimiz bilan ham baribir bu kasallik to'xtamas ekan. O'tgan hafta nargis xonamizni tozalovdik. Endi bu yoqdagi ko'karishini ko'rib, bu yog'ini ham shuni sindirib tashlayapmiz. Hozir burgutlarimiz ishlab yotibdi. Bu issiqxonamizni sal ahvoli yaxshiroq edi, biroq baribir mana bu mog'or masalasi bitta ham borligi uchun bir tozalab oraylik dedik. Biroz hosili ham bor edi, kecha butkul terib tashab, endi ko'z yumib sindirib chiqyapmiz. Bozordagi narxlar ham ancha tashab qopti. 13-15 ming bo'lib. Shuning uchun nima bo'lsa bo'lar deb bu yoqda ham sindirib tashayapmiz. Bu issiqxonamizni ozgina boshqacha qildik. Ya'ni deyarli hamma shoxini sindirib tashladik. Uchida yashil-pashil qolganiga qaramadik. Bitta yarimta mana bunaqa bo'lmasa, hammasini sindirib olib tashlayapmiz, ko'ramiz. Naryoqda endi uchlarida yangi chiqqanlari bor edi-da, o'rgamchak kanadan keyin shunga ko'zimiz qiymadi ular sindirib olib tashlashga. Balki uchida barglar qolganligi ham shu kasalni tezroq o'tishiga sababchi bo'layotgandir. Yo'qsa mana bu yerda ham bor o'zi uchi yashillari. Agar qoldiradigan bo'lsak, uchida qolib, bu yoqni tozalashimiz kerak bo'lardi. Biz shunga qaramasdan to'liq olib tashlayapmiz. O'tgan videoda aytmovdim shekilli, sindirayotganda qo'lda sindiryapmiz. Oldingi safar videoning boshida men qaychida kesib boshlagan edim. Keyin bir ukamizdan so'rasak, shunaqa sindirib chiqyapmiz deb, to'g'ri kesib chiqyapmiz desak, ukamiz aytdiki, akalar, sindirib chiqish kerak. Qaychida kesilganda unaqa yaxshi ko'karmaydi, negadir. Shuning uchun sindirgan ma'qul dedi. Da biz endi sindirib chiqyapmiz. Endi mavsum xarajatlariga keladigan bo'lsak, yana eslatib o'taman. Biz bu mavsumda hamma mayda chudasi bilan 30 million sarflagandik. Shu paytgacha shu 29 million 300 ming so'mlikmi sotibmiz. Deyarli xarajatimizni chiqaribmiz. Shunga ham xursand bo'lib o'tirdik. Men shu ham bo'lmasa kerak deb o'ylayotgan edim. Aytmoqchi bo'lganim shu. To'g'ri, biz daromad ololmadik.
Va bundan keyin ham bilmayman nima bo'ladi. Agar bu un shudring yoppasiga hujum qilaversa, daromad olish balki imkoni bo'lmas. Biroq mana o'zlaringiz mavsumni kuzatib boryapsiz. Bizga juda hali bo'mag'ur vaziyatlar yuzlashib, juda hali ishimiz qiyinlashtirdi, kasallar to'xtata olmadik. Natijada hosildorlik kam bo'ldi. Va shunga qaramasdan hech bo'lmasa 0 nuqtaga chiqib oldik. Ya'ni xarajatlarimiz yopildi. Eng qo'rqinchli ssenariyda. Sizlar bodring eksang bo'lardi dedinglar, to'g'ri, bo'lishi mumkin edi, ekishimiz ham mumkin edi. Biroq biz yer almashtirish nuqtai nazaridan ham boshqa ekin ekishimiz kerak bo'ldi va o'tgan yildan videolarimizni kuzatib borganlar biladi, yerimizda nematoda bor. Bodring esa nematodaga unaqa bardoshli emas. Bulg'or qalampiri bardoshliroq bo'lganligi uchun biz bulg'or qalampiri ekuvdik. Nematoda bo'lsa ham o'tgan yil bodringdan sota olding-ku, bir ikki so'm pul qilding-ku deyishlaringiz mumkin, to'g'ri. Faqat bu yil biz yer tagidan shlanga tortib, yerni ham isitib boshladik. Nematoda esa issiq tuproqda juda tez avj oladi va biz qo'rqdikki, yer qizigandan keyin hujum avjlashib, bizga ishni qiyinlashtiradi deb taxmin qildik. Va shuning uchun ham bodring ekmagan edik. Aytmoqchi bo'lganim, bilmayman bodring ekkanimizda qanday bo'lardi. Bunaqangi qo'rqinchli vaziyat bo'lsa 0 nuqtaga chiqalarmidik, yo'qmi? Biroq qanaqa ekin ekishingiz ham juda muhim masala demoqchiman. Kimlardir qurtnoy ekin yaxshi foydali deydi. Kimlardir ayniqsa mana bu gidroponika usulida, sun'iy zamin tayyorlab, substrat deydi. Shularga shunaqa sharoitda ekkanlar juda katta xarajat qilishgan. Hali 200 million, 300 million xarajat qilgan. Aytaylik, qancha joyga? Menimcha bir 20 sotikka bormagan joy bo'lsa kerak. Bir obunachimiz bor, gaplashib turamiz. Agar adashmasam, o'sha ekiladigan shu substratini, kokos qipig'imi nimasi u? O'shani o'zini men 3000 dollarga oldimmi dedi. Hali ko'chatini ham bir 4000 ga tushdi dedi. Yo'q, menimcha ko'chati qilingan xarajatni hali yarmini aniq qoplamadim dedi. Endi agar xotiram pand bermasa 30%ni qopladim deyotgandi. Albatta, barakasini bersa qulpnoy ham zo'r. Faqat shu akamizni qulpnoyi bizni bulg'or qalampirichalik ahvoli yomon emas bilishimcha, hosildorligi kamroqdir, boshqadir. Lekin unda bizgichalik kasalga chalinib, anaqa qiyshayib cho'kilib yurgan holati yo'q. Agar unday bo'lsa, umuman unchalik ham sota olmasdi. Shuning uchun mana bu bulg'or qalampiri to'g'ri bu yil bizda hali boshqacha bo'ldi. Ilgari hech unaqa bo'lmagan. Va eng qo'rqinchli holatida ham agar 0 nuqtaga chiqa olgan bo'lsak, men o'ylaymanki, biz ekinni turida adashmaganmiz. To'g'ri, parvarishda xato qilgan bo'lishimiz mumkin. Shu jarayonda adashgan bo'lishimiz mumkin, ammo aytaylik, buni o'rniga qulpnoy ekkanimizda mana shu xatolar bilan biz har holda 0 nuqtaga umuman chiqa olmasdik. Shu sababli siz ham shu ekiningizni ekayotganda eng ko'p nima ekilyapti emas, mana bunaqangi muammoli vaziyat bo'lsa, shu xarajatimni qoplay olishim nuqtai nazaridan ham qaysi biri xavfsizroq deb qarashingiz menimcha o'rinli bo'ladi. Hozir juda ko'p qulpnoy eking u bu deb targ'ibot ishlari bo'lib yotibdi. Endi men bilmayman asosiy maqsad nima. Bu kimlardir ko'proq ko'chat sota olish uchunmi yoki bo'lmasam boyagi o'sha substratlarni sota olish uchun qiziqtirishyaptimi? Yomon ish emas, ammo men nazarimda uni hali xavflilik darajasi bulg'or qalampiridan ham ko'p bo'lsa kerak. Natijada ko'pchilik shu qulpnoy yaxshi deb targ'ibot qilgani bilan hammamiz baribir alohida o'ylab ko'rishimiz kerak. Aynan bizning sharoitimizda alohida, har kimning o'zining sharoitida bu to'g'ri keladimi yoki yo'qmi deb. Boshqacha qilib aytganda, hamma maqtagani baribir eng yaxshisi degani bo'lmasligi mumkin. Shu o'rinda aytib o'tib ketay, qulpnoychilarga hech qanaqa e'tirozim yo'q. Hali ko'chat sotuvchilarga ham, substrat sotuvchilarga ham shunchaki mulohaza qilyapman. Menga hali ta'na-tashvi nomlarini yog'dirmanglar. Dehqon nuqtai nazaridan o'zimning fikrlarimni bildirdim. Yo'qsa hammani omadini bersin. Katta rahmat bizni qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun. Dehqonimizni kuzatib boring. Davomi yanada qiziqroq bo'ladi. Bu hafta uchun shular edi. Rahmat.